Assalomu alaykum, saylo obunachilari. Hozir Bobur Mirzayevdan intervyu olamiz. Space va UBS o'yini yakunlandi. Bobur aka, bu safargi o'yin qanaqa bo'ldi? Emotsiyalar? Emotsiya slishkim ko'p bo'ldi, to'g'risi. Birinchi, ikkinchi o'yinlardan ko'ra yig'ib kelganda ham uncha emotsiya chiqmadi. Chunki o'yin bo'yicha o'tadigan bo'lsam, savol bermasangiz ham, birinchi o'yinda o'zingizlar esingizda bor. Birinchi o'yin bo'lgani uchun bir-birimizni tushunmasdan, ozgina sostavni ham определить qilmasdan, rotatsiyani to'g'ri qo'ymasdan, нападающийlarni защитаga qo'yib, xatolar xullas juda katta bo'lgan. Bu o'yinda sezilarli darajada komanda splashonni o'ynadi. Bir-birini tushunib, juda chiroyli o'yin bo'ldi. Chiroyli shu. Demak, keyingi o'yinda qanaqa natija kutamiz Space'dan? Chunki o'yininglar baribir tonusga chiqib ketdi hozir, faol. Keyingi o'yinda xudo xolasa bundan ham yaxshiroq rezultat ko'rsatishga harakat qilamiz. Chunki 30 ga chiqib ketgan sotrudniklar qaytdi. Sezilarli darajada bilyard qilish o'yinni o'zingizlar sezgan bo'lsangiz kerak. Optimal sostav shu bo'ladi. Faqat vratarimiz bugun tongda uchib kelish kerak. Optimal sostav o'yinda shu bo'ladi. SLning olovli turlari davom etmoqda. Bizda Space va UBS o'yini yakunlandi. Hozir Azimbek Jalilovdan intervyu olamiz. Chap qanotda Azimbek aka bugun yondirdilar menimcha. O'yin haqida, raqib jamoa, o'zingizlarning jamoa o'yini haqida nima deysiz Azimbek? Raqib jamoa juda ham kuchli ekan. To'g'risi kutmagandik. Ularni turnirda o'yinlarini ko'rib chiqdik. U darajada kuchli deb o'ylamadik. Biz to'liq kelmaganimiz sabab bizda zamena o'yinchilarimiz tushdi. Shu sabab obrona sal zaifroq bo'ldi. Shu nisbatiga biz yutqizdik, lekin biz maksimal harakat qildik, toza yaxshi o'yin ko'rsatishga. Biz unaqa golga intilmadik, asosan pastlashib o'zi orqada ko'rgan bo'lsangiz kerak. Nisbatan tartibli o'yin harakat qildik. Tartibli o'yin o'zimiz uchun trenirovочный qilib o'ynadik-da, xudo xolasa. Demak, keyingi o'yinlarda men yana bitta savolim Azimbek aka, tarkibdagi rotatsiyalar yaxshilanishi mumkin, ya'ni boshqa o'yinchilar qo'shilgani hisobiga to'liq o'yinda ishtirok etamiz. Bizning 2 kun oldin ham o'yinimiz bo'ldi. Shu nisbatiga ancha charchoq g'alaba. Jamoani o'sha energiya borasidagi ta'siri bo'lgan baribir. Shunaqa. Yo'lda finalda o'ynaganimizga ozgina bosim bo'lib, ancha charchagan bo'ldi. Shu nisbatiga bugun trenirovочный bo'ldi. Ko'pchilik уже ishxonadan charchab kelib o'ynagan. Chista naraslab o'ynaganmiz. Lekin raqib jamoa zo'r ekan. Ancha kuchli tartibli o'yin ko'rsatishdi. Bizga yoqdi. Mazza qilib adrenalin oldik. Organizatorlarga ham rahmat. Ikkinchi o'yin ham ancha zo'r bo'ldi. Tashkilot taraflama ham, hamma taraflama.